Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Aydos Pesser. Bungi videomizda biz legendalar bilan o'ynab ko'ramiz. Legend. Davay, ketdik. Mana bu meni taktikam. O'yinchilarim. Mana do'stlar, birinchi taym boshlanmoqda. Birinchi taym qani ketdik. Birinchi ular boshlab berdi. Va biz bundan olib qo'yishimiz kerak. Olib qo'ydik. Pas beramiz uzoqdan. Va yana pas beramiz. O'tmay qoldi. Yana pas. Oldinga pas. Va pas. Pas xatolikka yo'l qo'ydi. Burchak to'pi do'stlar. Burchak to'pini men shunaqa qilib, mana shu usulda tepaman. Sizlar qanaqa tepasizlar? Mana ko'ramiz. Salgina qolgandi. Baribir out olamiz endi. Xato. Davay olib qo'ydik va u ham olib qo'ydi. Pas, xato pas. Olib qo'yamiz, pas beramiz. Oldinga ketamiz. Gol urishga harakat qilamiz. Pas. Olib qo'ydi. Olib qo'yish kerak. Olib qo'yamiz. Yuguramiz. Pas beramiz. Oldinga tepamiz. Pas berib o'ynaymiz. Pas. Pas. Va gol. Mana hujum kerakmi sizlarga? Mana hujum. Qani kim men bilan o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozib qolding. PES accountingizni. Mana do'stlar, birinchi gol ham ketdi. 1-0. Mana do'stlar, ular ham hujum qilishmoqchi va bu yo'l qo'ymaymiz biz bunga. Pas beramiz va ikkinchi golni urishga harakat qilamiz. Va gol. Hisob 2-0. Gabriel Batistuta ikkinchi golni urmoqda. 2 emas, 1 ekan. Birinchi gol. Ruben Amorim yaqinda chiqqan futbol menejer murabbiy hisoblanadi. Yaxshi murabbiy ekan. Qani 3-0 bo'lamizmi, ko'ramiz. 3-0 ga harakat. Davay, pas. Va yana pas. O'tmay qoldi. Olib qo'yamiz. Olib qo'y. Yugur. Olib qo'y. Davay. Pas beramiz. Yana pas. Olib qo'ydik. Olib qo'yamiz. Ketdik. Davay. Pas. Yana pas. Va yana pas. Yuguramiz. Endi tepmoqchi bo'lganlar. Out olamiz do'stlar. Kimga beramiz? Pas. Xato pas bo'ldi. Yuguramiz, olib qo'yamiz. Davay. Ketdik. Wow, bila. Gol urib ketdi. Hisob 2-1. Mayli. Durang bo'lishga. Durang qilmaymiz ham. Yo'q qilmaymiz biz durang qilishiga. Biz to'pni olib qo'yamiz. Va yana urishga harakat qilamiz. Birinchi taym ham tugab qolishiga ozgina vaqtlar qoldi. Va gol emas. Mana do'stlar, birinchi taym tugadi. Endi ikkinchi taymni ko'ramiz. Kimlar ekan?
yoki teng yoki men yutaman. Mana ikkinchi taym boshlandi. Ketdik, pas berib o'ynayapmiz va olib qo'ydi. Ular ham pas berib o'ynayapti. Va biz olib qo'ydik. Yugurib pas berdik va outni olamiz. Pas beramiz va oldinga tepamiz. Noaniq zarbalar va paslar bo'lyapti bizlarda. Olib qo'yishga harakat qilyapmiz, lekin olmayapmiz. Olib qo'ydik mana. Pas berib o'ynaymiz. Baratanchik. Olib qo'ydi. Bosh bilan zarba. Pas beramiz. Davay ketdik. Noaniq pas. Xato. Olib qo'yamiz. Ketdik. Sal qoldi ya, gol bo'lib ketishgan. Bu gol emas. Qiyshiq debdilar. Olib qo'yib top bizlarda, pas berib o'ynayapmiz, oldinga kirgizamiz va qiyshiq boshga tegganda gol bo'lardi. Boshiga kelganda. Pas berib o'ynayapti ular ham. Bizlar ham olishga harakat qilamiz, olamiz. Oldik. U ham olib qo'ydi. Va biz oldik. Pas beramiz. Va yana ular olib qo'ydi. Olamiz. Oldinga tepamiz. Yetmay qoldi. Bilib qo'ying do'stlar, bular legenda degan bosqichni o'ynayapmiz. Bular ham ancha-muncha yengilmaydi, yaxshi o'ynaydi ular ham. Legendaning yutganlar bormi? Yutganlar bo'lsa kommentga yozib keting. Necha qilib yutgansiz? Men esa mana videoda ko'rib turganingizdek. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Qaytardi. Baratanchikni. Oldinga ketdik. Bu golmi? Ketdik. Davay. Aldaymiz. Olib qo'ydi. Pas. Vaqtdan tugab bormoqda. Gol urishi. Gol ura olmadi. Ko'ribsiz do'stlar, hisobni 2-1 va men g'alaba qozondim. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar men bilan o'ynashni istasangiz, mana shu video ostidagi kommentariyaga PES nikingizni yozib qoldiring.